Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, bugungi dersda biz D harfi bilan tanışırız. D harfi Arap tilinde yumşaq harflerden. Şuna göre indi 3 harakanida fatha, kasra, damma biz yumşaq aytırga tiyishmiz. D, di, du. Do, di, du. Bu xata bula. Harfni durust aytma bula. Şuna göre yumşaq aytik. D, di, du. Dum, dub, duf, rid, zid, qad, dersu. Dersu indi ders degan so'z indi. Ders, dersu. Şol harflar D, ra, sin. Ders, dersu. Daf'u. Daf'u ötü degan so'z Arap tilinde. Dabghu. Dalku, ishqu. U degan so'z. Dahru. Dahr vaqt, shur. Duhnu, duhn, moy degan so'z. Unda zaytun mayimanda lampa mayımı, moyga aytilar endi arablar, duhun deb. Duldulu, fudfudu, hudhudu, hudhud, qush bormi shunday hudhud ismli endi. Mana shulay arab tilida yozilgan endi hudhud deb endi. Ushdud, i'tadala, ya'tadilu, istarshada, yastarshidu. Tag'in bir o'qib ketik. Da, di, du. Dum, dub, duf, rid, zid, qad, dersu, daf'u, dabghu, dalku, dahru, duhnu, duldulu, fudfudu, hudhudu, ushdud, i'tadala, ya'tadilu, istarshada, yastarshidu. Hozir biz yozuv uchun qararmiz. D harfi o'zigina endi shulay yozila. Boshida da kelsa shulaygina yozila. Chunki u yolg'onmi endi. O'rtada da shulay, oxirida da shulay bir turli. Hozir endi so'zlar bilan yozib qarabız. O'zi yolg'ona harfga, ammo lekin o'zidan so'ng endi birning harfini yolg'onmay. Masalan, darsni yozagaydi. Mana o'zidan so'ng kelgan harfni yolg'onmay, rga yolg'onmay. Masalan, darsu, dars degan so'z shulay. Shundan olib masalan dalku, ishqu, u degan so'zni olaymi? Dalku, dalku. Masalan, biz öğrenmesek de nechik yolg'onishni qarar uchun, masalan, bir so'z yozib qaraylik. Masalan, duldulu. D, L, shundan so'ng qaraymiz nechik yolg'onlar. Mana tag'indi. Ham duldulu. Masalan, dul, dulu. Mana ko'rdikmi bunda D harfi birer harf ortidan kelsa yolg'ona, ammo lekin ondan so'ng kelgan harfni yolg'onmay. Shuni esda qoldirib kerak. Masalan, arabcha nechik moy bo'ldi? Duhnu shulaymi? Duhnu moy. Bek ko'p topqirlar ko'paytib o'qirga kerak. 10 topqir endi shu D harfini ko'nigularni ham endi yozirga kerak. Yangi öğrengen arab so'zlarini yozib chiqarga kerak, hamda endi 3 topqir yozib chiqarga kerak. Yangi öğrengen so'zlarni esda qolgancha 3-4-5 qavat yozib chiqarga kerak. Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.